Qamar opa. Kim? Hozir. Voy, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Voy, qo'shnijonim. Yaxshimisiz Qamar opa? Ha, rahmat. Sog'lik, yaxshimi? Nechuk, qani, keling. Tepaga chiqing. Rosa xursand qildingiz a. Voy, tinchlik xotirjamlik, sog'lik salomatlik bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Tinch bo'linglar. Tinchlikmi? Yo'q, Qamar opa tinchlik emas. Ha? Opajon, o'zimdan o'tyapti, o'zim bilmayman. Kecha kechqurun bilan umuman uxlamadim, ko'z yummadim. 100 xil xayollarga borib o'ylab chiqdim, nima qilishni bilmayman. Siz oldingizga chiqdim. Voy, nima bo'ldi? Juda xafa bo'lib ketyapman. Oilamdek bo'layotgan narsalarga chidolmayapman. Ichimdagi dardimni kimga aytishni bilmayapman. Siz yaqin tutib, siz oldingizga chiqdim, opa. Uyingizda hech kim yo'qmidi? Yo'q. Nima bo'ldi? O'g'lim, kelinim, bolalarimni dastidan shundoq bo'ldim. Ishonsangiz Qamar opa, yashagim kelmayapti umuman. O'lgilarim kelib Voy, ketyapti. unaqa demang. Jonimdan to'ydim opajon. Voy, hali nevaralaringiz bor-ku, ularni to'ylarini qilishingiz kerak. Men sizga yordam berib turaman. Voy, bunaqa gapirmang-a. U kunlarga yetib boramanmi, yo'qmi? O'zimdan o'tyapti, o'zim bilmayman. Nima bo'ldi? Bilasiz, o'g'lim hozir saqal ishlari yurishmay qoldi. Endi mayli, men to'g'ri tushunaman, bolam bo'lganda topgan payti ham bo'ldi. Hozir ozgina ish yurishmay qoluvdi, opajon. Kelinim shunaqa hozir o'zidan ketib qolyaptiki, bilmaysiz. U men ishlab topamman, nedirki sen topmayapsan deb o'g'limning so'zi ham o'tmayapti. Meni umuman mensimay qo'ydi kelinim. Qarang, xafa bo'lmang. O'g'lingiz bilan ham, keliningiz bilan ham o'zim gaplashaman. Gaplashganingiz opajon befoyda, foydasi yo'q. O'lgilarim kelib ketyapti, nima qilishni bilmayapman. Menga qarang, Sabohatxon, yaxshi niyat qiling. Xudo xolisa hali ko'p yashaysiz. Bolajonim, senda muhim gapim bor. Nima gap ekan? Tinchlikmi? Qizing to'g'risida kim bilandir gaplashyapti, aniq bildimmi? Nima? Unchalik emasdir-ku, ha? Yo'q. Kecha aniq bildim. Kechqurun uxlab qolibdi, telefonini olib o'qisam, kim bilandir gaplashyapti, hali yosh navaram. Ichim achishib ketdi, yaxshi yomon gaplashilgan gaplarni o'qib, yomon holatga tushdim, tushkunlikka tushdim. Shuning uchun senga o'zingga sekin aytyapman, iltimos, tushuntirib, sekin gaplashib qo'ygan qizing bilan ayoling bilmasin, to'polon bo'lmasin, uyimiz tinch bo'lsin, tinch o'tiringlar. Hali bolam yoshday, bolam bolasi-ku, men achinaman deb, sen o'g'lim noto'g'ri tushunmagan faqat. Onalar hech qachon nevaraga, bolalariga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Naima! Umuman bildirma, aytma, tinch o'tiringlar. Naima! Janjal bo'lmasin, jim. Aytma dedim-ku senga. Ha? Tinchlikmi? Nima bo'ldi yana? Oyim nima deyapti, bilasanmi? Nima ham derdilar? Doimgidek meni yomonlayotgan bo'lsalar kerak-da sizga. Qizing nimalar qilyapkan, bilasanmi? Nima qilibdi? Maktabiga tinchgina borib kelib yurgan bo'lsa. Tinch yurmayotgan ekan. Ha, oyijon, yana siz ishingizmi? Siz o'g'lingizga yana yomonladingizmi bizni? Men qolib endi qizimga osilyapsizmi? Nimasi bu? A? Shuncha xizmatlarim evaziga shumi endi sizdan olayotganim? Nega? Nima uchun? Boshqa o'rtoqlarim o'xshab chet el yerim bilan sayohat qilib yurolmasam, xohlagan kiyimimni kiya olmasam, men qolib endi qizimga o'tdinglarmi? Nima xohlaysiz o'zi bizdan? Nima xohlaysiz? Bolam, noto'g'ri tushunmang. Meni ham navaram, meni ham qizim. Siz ham qizim, navaram ham qizim. To'g'ri tushuning siz, hali yosh. Qizim meni xizmatimni qilish kerak edi. Sizni yolg'iz qolmang deb sizga yaxshilik qilib shumi endi ahvol? Sizga berdim qizimni. Ovqatingizni qilayotgan bo'lsa, choyingizni, dori-darmoningizni qilayotgan bo'lsa, yana nima kerak sizga? Tinchlik bormi o'zi? To'g'ri tushuning. Qivatdi, ishimni qivatdi. Siz ozgina o'ylab gapiring. Men bolam. Siz aybdorsiz hammasiga. Hammasiga siz aybdorsiz. Siz o'g'lingizga yomonlayapsiz bizni. Siz ro'zg'orimni barbod qilyapsiz. Bo'ldi, to'ydim, hammasidan charchadim. Jonimga tegib ketdinglar. O'lib ketlaring.
Men bilaman nimaga shu holga tushganimni. O'zim aybdorman. Shunaqa gaplar opajon. O'ylab siz oldingizga chiqqanim. Men bu uyimni dokumentlarini olib chiqdim. Menda yiqqan tergan tillalarim, ishqilib o'limligim shuni ichida, sumkani ichida. Meni xilxonam ko'kcha xilxonasidan Menga qarang, unaqa gaplarni qo'ying. endi aytib qo'yay sizga vasiyat qilib qo'yay deyapman de opajon, to'g'ri tushuning iltimos. Faqat yo'q men sizga ishonib chiqdim. Hech kimga ishonmay sizga ishonib chiqdim. Bu ketishda ertagacha men uyimga ham sig'may qoldim. Hali o'ligim ham ko'chada qolmasin deyapman. Shuning uchun shularni sizga ko'tarib chiqdim. O'g'lingiz bama'ni, aqlli, xushli, yaxshi bola. O'zingiz juda yaxshi ayolsiz, opam deysiz. Qo'shnim bo'lsangiz ham opamsiz.